Poytaxtimizda Birodar shaharlar alyansi tashabbusi bilan birodar shaharlarda ilmiy texnika rolini oshirish va rivojlantirish mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston Latviya va O'zbekiston Litva do'stlik jamiyatlari bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tadbir davomida birodar shaharlar o'rtasida ilmiy texnik hamkorlikni kuchaytirish, oliy ta'lim va ilm-fan sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish, innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro tajriba almashinuvi, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Birodar shaharlar alyansini tashkil topishini o'zi xalqaro miqyosda mana shu boshqa chet mamlakatlardagi birodar shaharlar bilan aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yish. Birodar shaharlar alyansi bilan birgalikda chet mamlakatlardagi o'sha bizning vatandoshlarimiz bor, texnika sohalarida ishlayotgan ilmiy yetuklik darajasida juda bir rivojlangan mamlakatlar borki, ular bilan aloqalarni shaharlar aro yaxshi yo'lga qo'yilishi bu albatta mamlakatimizning yanada texnika sohasidagi olib borayotgan islohotlarni yuksak darajaga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Davra suhbati doirasida birodar shaharlar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish, yosh olimlar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish, xorijdagi vatandoshlar bilan ilmiy ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi. Tadbirimizdan maqsad aynan ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda. Litvada joylashgan Kaunas davlat universiteti bu dunyodagi nufuzli universitetlardan, ya'ni 300 talikka kirgan universitetlardan biri hisoblanadi. Bizni aynan universitetimizdagi professor o'qituvchilar Erasmus Plus loyihasida ushbu universitet bilan o'zaro hamkorlikka ega hamda mana shu yangidan yangi loyihalarni olib kelishi ko'zda tutilgan. Tadbir yakunida Birodar shaharlar alyansi hamda Toshkent davlat texnika universiteti o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. Ushbu hujjat tomonlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tizimli va uzoq muddatli asosda rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etildi.